Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Ko'rib turibsizlardek, bugun yana sirtda bir daryo bo'yiga kelgan amaliyotda anglayotgan shavqin shu. Daryo bo'yida o'tirib roman o'qiy deb alayda kelsan, shavqin beklam kuchlikan. Shunga qaraganda daryo bo'yida o'qisam bo'lmaydigan o'xshaydi. Ormanlıqның ichiga kirib bir o'rin tepib shu yerda o'qib beray. Bugun Janvada xeyli issiq bir kun bo'ldi. Shuning uchun o'rmonliqning ichida yoki daryo bo'yida o'qib beray deb o'ylagandim. Lekin shavqin yo'q, maya hel yaxshimi qanday? Voy, bu yerda shavqin ovoz ancha kuchli emaskan, bu yerda o'qib bersam bo'ladi. Bu daryoning ismi Orvi daryosi deydi. Qizimning xotirasi degan maqolada yozgandim. Bu daryo dal qizimning uyi bayadin o'tidi. Bu daryoni favqulodda yaxshi ko'rman. Sababi balkim Urumchida men kichik vaqtlarimda bu daryolarni aslatdi. Balkim Urumchini keyin bilganlar o'ylab qilish mumkin. Urumchida ne daryo bor. Bizning 5-o'rta maktabning bir tarafida burunqi qatnash nanzigu, u tarafda bir daryo bor. Anandan keyin Shihaba Tashosdan u yoqda daryo bor. So'lri shundoq buluq oqatdi. Ammo keyin u daryolar yo'qolib ketdi. Suvlari nalarga boshlanib ketdi. Bunu hech kim bilmaydi. Shaxsan men bilmayman. Ma'qul amsa, romanni o'qishni boshlaylik. Ma'qul amsa, romanni boshlaylik. 9-bob. G'erib kepan polvon. 1. Yelimshoning kesili ig'irlashib qoldi. Shuncha qabul, kuchlik, bastik bir odam shu kunlarda judab tortilib, xuddi layli qozoqdek noziklashib ketgan. Kesal uni hamma jihatdan tang qo'ritib, bejirim nervlarini tortinch qilishga boshladi. Elimsho tun-tunlab kirpik qoqmay uyg'oq chiqatdi. Ishtahosi tutilib, xuddi kichik boladek kapanlab tomoq yeydigan bo'lib qoldi. Eliqi abashdek qora doktorimi endi uningdan umidini uzib Baqtarxon bilan Akbarga. Bu kasal to'g'risida men sizlarga burun aytgan. Biz qo'limizdan kelishicha davoladik. Ammo hozirgi ahvoli borgan sari yomonlashib ketyapti. Tekshirishimizcha kasalda yorlanish xarakterlik menga qon tomiri to'silish ahvoli bor. Ikki qo'lliq tayyorlik qilib qo'yinglar. Onun sizmi Elimsho o'z ahvolini o'z to'yib kirpiki ilinsila qora besib, ko'ziga ajoyib qorayib narsalar ko'rinadi. Ba'zida u qimarda o'tirib yotgan ayolini, ota-onasi tirik turib qari yetim bo'lib qolgan qizini ko'radi. Ular xuddi o'ngidagideklar Elimshoning oldida paydo bo'lib, ojiz qo'llarini so'zib, uningdan nimadir tilaydi, kutadi. Lekin Elimsho har qancha qilibmi ularning notivan qo'llarini tutolmaydi. Ular yana xuddi qattiq bo'ron soqqandek tuyuqsiz Elimshodan yiroqlashib, echinishliq ohuzar ichida tuvi yo'q qorong'u bo'shliqda qolib qoladi. Elimsho yig'iri holsizlik ichida cho'chib uyg'onadi. Butun badani chil-chiliq sovuq targa cho'madi. Bundaq chaqda u o'zini ayıplab, meni xotinim bilan qizimning og'zi tutdi deb o'kinatdi, azoblanadi. Ba'zida Elimsho tushida chochlari oppoq oqargan, beshiga oq ro'mol selib, uchisiga oppoq ko'ylak kiygan farishta siyoq onasini tushaydi. Anısı onu yanıga chaqirib bir narsalarni beradi.
va qo'lidan yetilab go'zal bog'u eramlarni aylantirmoqchi bo'ladi. Lekin ular bir necha qadam manga tuyuqsiz judun chapqin ko'tarilib, ko'z oldi qorong'u zulmatga, tubi yo'q so'g'uq bo'shliqqa aylanib ketadi. Helimsha yana bir yerlarga pirqirab tushib ketayotgandek vahim ichida cho'chib uyg'onib ketadi. Ishqilib u ko'zi yumilsila qorong'u zulmatni, tubi yo'q bo'shliqni, azob uqubat ichida o'lib ketgan onasini va o'zidan chiroq qolgan xotini bilan qizini ko'radi. Ular Helimshaga bir narsalarni deydi, lekin u anglay olmaydi. Ammo ularning ko'zidan va chiroyidan g'ayrat miskilligini, o'ziga bo'lgan cho'nqur og'rinishini ko'rgandek bo'ladi. Bundaq chog'da Helimshaning ruhiy azobi kesal azobidan battarlashib ketadi. O yaş yo'qi ko'zlarini to'g'risqa 2 oydan beri qarab yetib, ko'zining yig'ini yegan ashu zerikishlik so'g'uq bo'shliqqa tikib, Allohdan o'ziga yana ozroq umr berishni, bu o'zining har bir daqiqasini halollik va sadoqat bilan o'tkazib, iymon va vijdon oldidagi mas'uliyatini ado qilishni tilaydi. Ishqilib, bu kunlarda Helimsha yashashqa, tirikchilik qilishqa har qancha intilsimi, ammo mudhish kasal to'ydirmay uni bu dunyodan so'rab ketayotir. Shunga Helimsha bugun Akbarga ko'ngli yerim bo'lgan holda Atxon aka qachon chiqar? dedi zaif ovozda. Ko'risholmay qolarmanmikin deb ansirayman. Undaq dema Helimsha aka, dedi Akbar yig'lab selishdan o'zini aram tutib. Dadam bilan ko'rishsan, biz seni billa haramga boramiz. Helimsha nuri o'chgan ko'zlariga kulki yugurtdi. Beshini yenik silkib, Akbarning yaxshi ko'ngliga rahmat etganligini bildirdi. Heliq arzdan xabar yo'qmi? dedi u bir oz sukutdan keyin beshini salpal ko'tarib. Yo'q, jimjit-ku, dedi Akbar jiddiy bo'lgandek bir xil ruhiy holatda. Ishqilib, Baqtarxon bilan Yahyo xo'ja akamlar shu ishning payida yuribdi. Araz Baqtarxon akamning aytishicha, Pokistonning yangi hukumatı barliq turmalarni bir qitim tekshirdiganligini xabar qildimish. Bu gap Helimshaga yangi va yiqimli tuyuldi. U xuddi ruhlantirish o'qili uribgandek bir oz jonlanib o'ri bo'ldi va beshini so'qib tamg'tirib. Bu xabar biz uchun ilohim xush xabar bo'lib qolar, dedi ovozini xeli ko'tarib. Lekin Helimshaning ovozi xuddi kesik kesiliga giriftor bo'lgan odamdek titrab, jig'ildab chiqadi. Akbar bugun Helimshaning ko'nglining sovuqligini, bundaq chog'da yolg'iz qolsa, texmi tushkunlashib, azoblanib ketadiganligini sezib, kashkicha uningga hamroh bo'lib, yana o'tirdi. Ikkinchi. Bugun havo bahor kunlaridek yiqimliq edi. Suzuk osmonda allaqanchilikmi bulut ko'rinmaydi. Kashko'z quyoshi xuddi yoshliq ilohidek kuchga kirib, Lahorni to'nurdek istibatgan edi. Atxon bugun mashhur Lahor turmasidan chiqdi. Saf havo uning ko'ksiga urildi. Ko'k osmon uning zaxmi yegan qalbiga aytqusiz xushallik, yuksaklik va erkinlik bermoqda edi. Atxon osmonga qaradi. Bir qush qanotlarini kerib, zangar osmon qo'ynida goh sho'ng'ib, goh laylab o'ynaydi. U shu topda o'zini qush bo'lib osmonga ko'tarildigandek his qildi. Atxon Lahor turmasida yotgan 49 kun ichida erkinlikdan, yashash huquqidan mahrum bo'ldi. U hatto ko'k osmongami, pildirlayotgan yulduzlargami to'yg'ida qarayolmagan. Shunga
Atxan bugün kichik boladek sho'x, g'amsiz ham erkin edi. Atxanning turmaga kirishi qandoq tuyuqsiz bo'lgan bo'lsa, turmadan chiqishimi shundoq tuyuqsiz bo'ldi. Uni bugun atdigan bir Gündüpay kamerdan chaqirib, ishxonaga boshlab kirdi. Ishxonadagi yo'g'on qo'pol ustalda xat yozib o'tirgan shapburut Xopanbosh turma boshlig'i Atxanni ko'rib, g'ududun ovozda "Yuqoridan buyruq keldi, sen erkinlikka chiqadigan bo'lding" degandek ma'nolarda gap qildi. Va uning turmaga kelgan kuni yig'ib elingan pasport, kiyim-kechak va pul pichaklarini ushoq katakchilik to'mri shkafdan elib Atxanning oldiga qo'ydi. Kutilmagan bu iltifot, qizg'in muomala va erkinlik ijozati Atxanni qattiq hayajonga soldi. Bir xil yiqimliq, shirin juquldash uning butun vujudiga tarab, xo'shallikdan esangirab. Xo'shallikdan esangirab qolg'ili tas qoldi. Shunga Atxan o'zining nima uchun tutilib, nima uchun qo'yib berilganligining sababini so'rashni unutib ketdi. To'g'rirog'i so'rab aniqlashni xohlamadi. Uning uchun shu topda faqat erkinlikla kerak edi. Bu yerdan qancha tez chiqib ketsa, shuncha yaxshi edi. Atxanning ko'nglining bir yerida bu yerda ko'proq turib qolsa, tuyuqsiz ahvol o'zgarib, yana kameraga qaytib ketadigandek andishilik xiyollarni yo'q emas edi. Shunga u turma boshlig'i sungan bir parcha qog'ozning eng ostidagi katakchisiga qo'lini qo'ydi-da, narsa keraklarini yig'ishtirib turmadan chiqdi. Atxanning bundoq tuyuqsiz qo'yib berilishi Baqtarxon, Yahya Xo'ja, Yelimsha va Akbarlarning birlashib imzo qo'yib, adliya va soqchi o'rinlarga yozgan arz xatining kuchimi yoki Pakiston yangi hukumatining barliq siyosiy va ijtimoiy delolarini qaytadan tekshirib, adil bir taraf qilganligining sharafitimi buni hech kim bilmaydi. Ularning biladiğini faqat Atxanning sog' salomat qo'yib berilganligi edi. Hech kim hozirgacha G'o'jimollaning xuddi zaharlik yilondek vishildab yurib, soqchilarga pul xashlab, shuncha parakandichiliklarni terib atganligini xiyoliga keltirmaydi. Bo'libmi Atxanning tuz, sodda ko'ngli shuncha uzoq mushkul safarlarda birga bo'lgan hamrohining undaq badniyatlik qiladiganligini tasavvuriga sig'dira olmaydi. G'o'jimollaning foydalangan yo'chqi dal ana shu edi. Atxan Rawalpindida poyezddan tushibla Udul Hilimshaning yeniga keldi. Akbar shu yerda edi. U dadasining bo'yniga gira silib, xushallikdan yum yig'lab ketdi. Yerim behush holatda yotgan Hilimshami uni ko'rib ko'zini ochdi. Beshini salpal qimirlatib, Atxan bilan ko'rishganligidan intayin xushal ekanligini bildirdi. Atxan uning ojizlab ketgan teniga, go'sht terilari sizilib, shiliqshib ketgan qo'llariga, cho'nqur chanoq ichida pildirlab qolgan xunsiz ko'zlariga qarab, azob ichida turib qoldi. Elimshaning pirchoqdagi ashu nurliq chechan ko'zlarida hozir na mung, na xushallik bor. Hozir bu ko'zlarda parvosizlik va muzlab yotgan bo'shliq hukmron edi. Atxan Elimshaning bundaq ichinishliq, bechora holga tushib qolganligini o'ylamagan edi. Uning nazarida Elimsha bir chinar, ana tuproqqa cho'nqur yiltiz tortgan, hamisha yashirib, ko'klab turadigan haybatlik chinar edi. Har qanday judun chapqun uni og'dirib etolmaydi. Lekin hozir Atxanning ko'z oldidagi bu haybatlik chinar allaqachon sungan, yiltizi qattiq zahmi yeb, og'dirilish girdobga berib qolgan edi. Atxan bu shafqatsiz reallikni
ko'ziga sig'dira olmadi. Ko'ngli qattiq buzildi. O'zining turmada tartgan azob oqibatlarini unutib, butunlay Hilimshoning g'amida qoldi. Atxonning bu odamdan ayrilib qolg'isi yo'q edi. Hilimsho bilan Allohning baytini billa tavab qilib, billa poklanib, keyingi umrini uning bilan samimiy ulfatchilik ichida o'tkazishni xohlaydi. Chunki Atxon bu odamning ashundoq to'g'ri, xolis niyat bilan bu qitimqi qutlug' safarga otlanganligini, o'tmishga salovat qilib, keyingi hayotini poklik, halollik bilan o'tkazishga bel poklanganligini ko'rib ketgan. Yamanğa ölüm yo'q, yaxshiga ko'rim degan gap shu-da, ha? Kechiring. Atsi Hilimshoning ahvoli bir oz yaxshilanib qoldi. Atdiganda yarim piyola sut bilan bir burda non yedi. Ondan bir oz o'ridab jaynikiga tayinib o'ltirdi. Bugun ahvolim yaxshi ukam, dedi Atxon xo'shal bo'lib. Xudo buyursa, asta-asta yaxshilanib ketsan. Kasal degan patmonlab kirib, misqallab chiqadigan narsa. Inshaalloh, inshaalloh deganlar bo'lar Atxon aka, dedi Hilimsho o'ksinib. Uning demi kesilib turardi. Bugungi yaxshi bo'lib kelishim sizlar bilan ko'rishganligimdan bo'lsa kerak. Rast, Hilimshoning bugun sal-pal ruhlanib, futqolida jon paydo bo'lib qelishi Atxon bilan ko'zi ochiq chig'ida ko'rishganligidan edi. Chunki uning ko'nglida uzoqdan beri Atxonga deyishni o'ylab yurgan gaplari va qoldiradigan vasiyatlar bor edi. Hilimsho Akbarning qo'lini tutib, Atxonga bir xil do'stona mehr va ma'yuslik bilan qarab mundoq dedi. Sizlar yaxshi vaqtida keldilar. Bizni Alloh ko'rishtirdi. Hozir mening tenim tuproqqa qo'shilib, ruhim arshga uchib ketishni orzu qilyapti. Fursat g'animat, bir oz paranglashaylik. Jonijon do'stlardan, jahoniy birodarlardan ayrilish bakmi mushkul ekan. Nima chora? Odam degan peshonasiga putilganni ko'rmay iloji yo'q. Aslida men allaqachon hayotimdan umid uzgan odam edim. Lekin sizlardek yaxshi odamlar bilan uchrashib, orlashib, yana ko'tikimdan qayta ko'klab chiqqan edim. Endi yana haq joyiga ketadigandek turaman. Banda degan qazoga rizo, baloga sabr qilish kerak. Onun ovozi bargan siri paslab ketdi. Demi siqilib, nafas ilishimi qiyinlashdi. Ko'zidan oqqan taram ochiq yeshi, soqollari o'sib ketgan patronqo yuziga singib ketdi. Bu Hilimshoning er bo'lib yetilgandan keyin tunji qitim ko'z yeshi qilishi edi. Hatto onasining o'limidimi urib, qo'shaqqa etib Haz aşqan bolsumu ko'zidan yosh oqmagan edi. U yig'lang'uliqni er uchun nomus, ojizlik deb biladi. Ammo bugun Hilimshoning ko'zidan oqqan bu yosh ömür bo'yi qo'rqishni, bosh egishni, hatto o'limni pisantiga olmay mardona yashab kelgan bir nodon qori turik odamning o'zi yoritayotgan yangi hayotdan, jonijon do'st birodarlardan va jiroqlarda qalqan sevgi muhabbetidan ayrilishga ko'z qiymay, mangulik judolik oldida axtirib atgan nodon yeshi edi.
Helimşanın bundaq biçare, nativan ahvalıga qarab, Atxannыңмы, Әкбәрніңмы көздерден ixtiyarsız yaş qoyuldu. Onu görüp Helimşa dərhal özünü tutdu. Çırayığı külkü yügürtüp, sözünü davam qılmaqçı boldu. Ama onun külküsü məyusluk içindeki miskin külkü idi. Atxan aka, mening özleriga kichikina bir iltimasım var edi. Dedi o, saman təkining astidan bir tügünçəkni sug'urib elib. Bu 20 tilla. Seli buni hajdan yenib Qashqarga borgandan keyin Qozonchi yar beshidagi qizim Oyimgulni izlab tepib, shuningga bersilar. Qizim cho'ng onasi Sekinxonning uyida turdi. Kimde kim, shu narasidi qizimning beshini silisa, men u dunyoda kişinin aldığı qizilgul götürüp çıqaman. Sizlarni Xudoga topshirdim. Dedi o ahirda darmoni ketdi. Xudoning bandalari amalda o'lmaydi. Sizlar bilan yana oxiratda tepishimiz. Jet iğirken ama bölüm. Sen şunu tutup alay desem tutup alamam ki. Keçir onlara. Helimşanın yoğunluq, kirçapallık köksede acayip otluk, sap bir yürekning soqqanligini. Lekin bu yürek şu tapda halsırab, мәңгі to'xtash oldida turganligini o'ylab, Akbarning ko'ziga yana yosh keldi. U bu kelansiz, qo'pol odamga bakmo ishkishib, o'z aksidek ijil bo'lib ketgan edi. Shunga Akbar o'zini tutolmay, uning egiz past ko'tarilib turgan maydasiga beshini qo'yib, esadab yig'lab ketdi. Şu çağda Atxan bilen Akbarning yuraklari o'yib, ichi ochiq bo'lib turgan shu mudhish daqiqada Helimsha bir tinib, xirqiragandek bo'ldi. Arqadan qattiq bir saskandida nafasdan to'xtadi. Bayli mo'nglanib, yaltirab turgan o'tkir ko'zlar bayni cheqilgan shish parchasida. Pani dünyanın azap oqibeti bilen şat xoramlıqını ahirgacha ko'rmay, bemahal ko'z yumgan musafir o'limi, gerçi arsat qaplagan bu yurtning chegish tepishmoqlari va dahshatli fojialari oldida hech nima emasdek tuyulsa-mu, lekin Helimsha bilan uzun safarning jafo mushaqqatlarini birga tatgan. Onun mard, fidokor ruhini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Onun vijdon va iymon oldidagi kaskinligini bevosita his qilgan Atxan bilan Akbar uchun Helimshaning o'limi xuddi uchiq kunda chaqmoq chaqqandek, kecha osmonidan sarvar yulduzi eqib ketgandek, shundoq tuyuqsiz ham ig'ir tuyuldi. Atxan hasratlik yoshlarni tasda ichiga singdirdi. Lekin Akbar o'zini tutolmay, ho'ngrab bo'zlab yig'ladi. Ko'z yoshlari sal bo'lib oqdi. Helimshaning o'limi mardona o'lim edi. O hayotlikni hamrohlarga berib, o'limni o'ziga qoldirdi. Shunga hayot qolgan hamrohlari qancha qilsa arziydi. Helimshaning meyti tushdan keyin doktorxonadan masjidga yo'tkaldi. Atxan uni o'z qo'li bilan yuyib kepalladi. Asr namozida meyit namozi tushirildi. Onun hazidorlari yanada Atxan bilan Akbar edi. Baqtarxon
Yahya Hoca qatarlıq 10 neçə adam cinazını elib, Rawalpindining sirtidagi bir parcha tashlandiq musofirlar qabristonligiga keldi. Dafn qilinadigan vaqtda Atxon qabr beshidagi odamlarga qarab, cho'nqur ich og'riqi bilan mundoq dedi. Allah Taala Hilimşahning dilini yo'ritib, inoyat yo'liga boshlab, Rustamning kuch-quvvatini, Hazreti Alining himmatini, Emir Hamzaning jur'atini bergan edi. Lekin u boshqalarning baxti uchun o'z baxtini qurbon qildi. Xudoyim uning oxiratligini g'ani qilgan. Marhumning ruhini jannat havosidan bahramand qilg'ay. Amin. Hammeylen duaga qo'l ko'tardi. Meyyit ana shundoq yaxshi tilaklari bilan so'g'uq lahad ichiga qo'yildi. Hilimshahning jismi va ruhi ana yurtdan yiroqdiki yot bir tuproqda. Uni bir amali bo'lsa-mu o'z qo'ynida beqib nashiatlardan bahramand qilgan sexiy, lekin hissiz tabiatning poyonsiz qo'yniga singib ketdi. Mana shu daqiqadan boshlab Hilimshahning kasal azobida uzoq to'lg'angan jismi, hisobsiz azob uqubat, nomus, pushaymon va xo'rliq ichida puchlangan ruhi mangu arqda. Shundoq qomatlik, chinordek butun surik bir ardin ang oxirida bu dunyoga qolgani faqat bir döv yumshoq, so'g'uq va g'ayrat tuproqli bo'ldi. Asta-asta petayotgan kashki quyosh xurmo va kauchuk daraxtlarining orqasiga o'tdi. Uning oxirgi qizg'ish nurlari egiz past dönglikka sus kelib. Uzoq o'tmay quyoshning o'tliq gardishi ufqqa tegdi va go'yo nur ertmisidek so'zib ufq bo'shlig'ida g'arq bo'lishga boshladi. Quyoshning nurida avval sus qizg'ich, keyin qarayishga boshlagan cheksiz vaqo. Atrof asta-asta quyuqlashayotgan qorong'ulik ichiga cho'kdi. Bugungi bu bölüm sen ig'ir ekan, shunga mushunchalik o'qib beray. Bugun sal qisqa bo'lsin. Davomini kelar qatim anglaysiz. Bugungi kunimiz yaxshi o'tsin. Omon bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni yaxshi asrang. Alloh oman.